Hozirgi mavsumda maza qilib bodring iste'mol qilyapsizmi? Bugun men sizga mana shu sevib iste'mol qilayotgan bodringiz tarkibi nima, qanday ta'sir qilishini tushuntiraman. Mana shu bodring tarkibi 95-96% suvdan iborat bo'lganligi uchun yoz kunlarida, issiq kunlarida suv balansini organizmda saqlab beradi. Undan tashqari buni tarkibida vitamin K, vitamin C, vitamin B lari bor. Minerallardan esa kaliy, magniy, fosforlari bor. Kletchatkaga boy bo'lganligi uchun va tarkibida suv miqdori ko'p bo'lganligi uchun o'sha qabziyat kasalliklarida, qorindan bo'lishlarda ham foydasi katta. Tarkibida kaliy moddasi bo'lganligi uchun qon bosimini pasaytirish va yurak qon tomirlari faoliyatini yaxshilashda ham foydasi juda ham yaxshi. Undan tashqari diuretik ta'sirga ham ega. Ya'ni oyoqda shish, buyrak kasalliklari, turli xil shish kasalliklarida siydik haydovchi hisoblanadi. Ozish programmasida ham juda ham foydali, chunki kaloriyasi past bo'lganligi uchun bemalol turli xil bodringdan tayyorlangan salatlar va o'zini butunicha iste'mol qilishingiz mumkin. Kosmetikada ham foydasi juda ham yaxshi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Bodringdan tayyorlangan kremlar, maskalar juda ham yaxshi. Qovog'ingiz ostida osilib shishib qolgan paytda bodringni qirqib shu joyga qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari bodringdan turli xil maskalar tayyorlasangiz, teringizni oqartirib beradi, yoshartirib beradi va quyosh nuridan saqlaydi. Xuddi mana shunday foydali ma'lumotlarni olish uchun kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.